To'xtang, bu video bekordan bekor sizning Instagramingizdan chiqqani yo'q. Oyiga 50 milliondan boshlab 100 milliongacha pul topadigan bahaybat space texnikani obzor qilib beramiz. Texnikamiz ana to'la vazni 8 tonna 300 kg, dvigatel esa VCI 92 kW, ya'ni 125 ot kuchi. Ko'tarilish balandligi 3 metrgacha va 1.8 kubali kovsh turibdi. Bo'ldimi? Sizlarda hech qanaqa boshqa bonus yo'qmi deydigan insonlarning diqqatiga 2.2 kubali kovshimizni sizlarga shunchaki hadya qilamiz. Xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun qo'shimcha ma'lumot, texnikamizni isitish va sovutish tizimlari bilan jihozlangan, upravleniya esa joystik bilan. Motor moy, korobka moy, gidravlika moy и transmissionniy jitkisi bor ekan. Bobogajonlarim, bu ko'rib turgan narsalar sizlarga yana bonus sifatida ketadi. Mana shu moylarimizdan xohlagan ikkitasini tanlab olasizlar va bonus sifatida yana ketadigan narsa firma tomonidan beriladigan sizlarga firminli kiyim hamda maxsus mashinamizning ichida kiyish uchun maxsus kiyim ham beriladi. Ko'p cho'zib o'tirmasdan manzilni tushuntirib beraman. Navigatorga yangi Sergeli 18 deb yozsanglar o'zi chiqadi. Kelaverasizlar.